Salam etmişler bala. Mən Təsqarası Odra Məktəbinin başlanğıç sınıf müəllimi Tursunova Gözəl Alimjanovna. 3-cü sınıf Uyğur dili mavzu sanaqsan və dərəcəsan. Dərs məqsədi sanaqsan və dərəcəsan fərqləşini biliş. Bugünkü dərsdə niməni öyrənib çıxsızlar? Birincisi, sanaqsan bilən dərəcəsanın nima ekanligini bilsə. İkincisi, dərəcəsanni söz tərkibi bo'yicha təhlil qilishni o'rgansa. Və üçüncüsü, dərəcəsanning qo'shimchalarining ikki turli bo'lish sababini tushuntirib berayliksa. Oldi bilan sanaqsan və dərəcəsanning nima ekanligini aniqlab ko'raylik. Sanaqsan savollari qancha, necha? Masalan, 6, 10, 7 desaq, vaqtda bu sonlar sanaqsan bo'lib keldi. Endi sanaqsanға inchi, nechi degan qo'shimchalar ulinib kelib və qanchinchi, nechinchi degan savollarga javob bo'lib kelsa, vaqtda sanaqsan dərəcəsanğa aylanadi. Masalan, 6-cı, 10-cı, 7-ci. Endiki növbətni tapşırmalarga berib görəylik. Birinci tapşırma. Mətnni chiroyli yozinglar. Sonlarni tepinglar. Sanaqsan və dərəcəsanni ajratinglar. Bu yerda sizlarga mətn berilgan. Mushu mətnning ichidagi sonlarni tepib, u yerda sanaqsan və dərəcəsanni ajratib berishinglar kerak. Baholash kriteriyasi. Sanaqsan bilan dərəcəsanning nima ekanligini bildi. Deskriptor birincisi sanaqsan bilan dərəcəsanni tepish, ikkinchisi sanaq yoki dərəcəsan ekanligini ajratish. İkinci tapşırma. Dərəcəsanni söz tərkibi bo'yicha tahlil qilinglar. Bu yerda 1-ci, 6-cı, 10-cı, 20-ci, 5-ci, 3-cü, 8-ci, 11-ci, 4-cü degan dərəcəsanlar berilgan. Mushu sonlarni sizlar söz tərkibi bo'yicha tahlil qilishinglar kerak. Söz tərkibi deganimiz tomir so'z bilan qo'shimchasini ajratamiz. Masalan, 1-ci degan so'zda 1 deganimiz tomir so'z, inchi deganimiz qo'shimcha. Baholash kriteriyasi. Dərəcəsanni söz tərkibi bo'yicha tahlil qilishni o'rgandi. Deskriptor birinchisi söz tərkibini bilish, ikkinchisi dərəcəsanni söz tərkibi bo'yicha tahlil qilish. Üçüncü tapşırma egizcha. Dərəcəsanlarga ulangan qo'shimchalarning ikki turlik inchi, nechi bo'lish sababini tushuntirishinglar kerak. Baholash kriteriyasi. Dərəcəsanning qo'shimchalarining ikki turlik bo'lish sababini tushuntirib berdi. Deskriptor dərəcəsanning qo'shimchalarini bilish, ikkinchisi qo'shimchalarning ikki turlik bo'lish sababini aniqlash. Uyga tapşırma. Sanaqsanға 5 cümlə, dərəcəsanğa 5 cümlə tüzüb kelish. Qaytarmalarga setafor orqali. Daftaringlarga chambar sızab, ularni tegishlik rang bilan bo'yishinglar kerak. Tushunmagan bo'lsanglar, qizil rang bilan, tushunmagan yerlaringlar bo'lsa, sariq rang bilan, tushungan bo'lsanglar, yeshil rang bilan bo'yanglar. Diqqatinglarga rahmat.